to'xtab turgin. Taging bilan quritaman seni. Tavba qildim. Yusuf, yo'qolib ketgin. Olib kelgan buyumlari bilan yo'qolib ketsin. Hammasi yo'qolsin. Tag-pagi bilan ketsin. Suf. Suf. Qurib ketsin. Suf. Qurib ketsin. Suf. Oyijon, nimalar qilyapsiz? Siz olib kelgan buyumlarni hammasini suf qilib yo'qotyapman. Nega? Bilib turib nega deb so'raysiz, a? Sora, meni aytganimni qilingda, mana bu matahlaringizni hammasini yo'qoting. Bo'lmasa hammasini kuyayib, mohor bosib ketadi. Mana men hammasini sehr qilib tashladim. Yo'qolsin. Shu ishlaringiz menga umuman yoqmaydi. To'ydan oldin ham hammasini yashirgansiz. Ota-onam bilsa norozi bo'lishadi. Tilingni menga bir qarich qilib sayrama. Nima ish qilishni men o'zim yaxshi bilaman. Meni ilmu amalimdan qutula olmaysan. Oyjon, vijdoningiz bormi o'zi? Men sizga begona emasman-ku. Yangi kelin bo'lsam. Qora ishlaringizni bas qilsangiz bo'lardi. Og'zingga qarab gapir. Agar jahlimni chiqarsang, seni ham yo'q qo'yaraman. Bugun buyumlarni o'qigan bo'lsam, keyingi safar seni tinch qo'ymayman. Tushundingmi? Meni uyimda ehtiyot bo'lib yashagin. Xo'pmi?